Darsimiz bosh suyaklari ponosamon suyak. Telegram sahifasiga obuna bo'lish uchun logotipni bosing. Demak, videosi bor edi. Xo'p, ponosamon suyakni bosh suyaklarining orasida bir-biri bilan bo'lgan aloqasi va joylashuv o'rnini ana shu video orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hamda u bosh suyakdan ajratib olingan holati, demak, aynan mana shu yerda joylashgan bo'lar edi. Mana bu qanotlarining yuzalari. Demak, keyingi slaydga o'tsak. Ko'pchilik ponosamon suyakni o'rganishda qiyinchilikka uchraydi. Bu asosan o'rganish usulini noto'g'riligidan deb o'ylaymiz. Demak, umumiydan xususiyga borib o'rganish kerak aslida. Aytib o'tamiz, ponosamon suyak tog' suyagi hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bitta turibdi butun bosh suyaklarning ichida, hamda bosh suyagining pastki asosini hosil qilishda qatnashadi. Uning qismlariga kiramiz. O'sha korpus sphenoidali. Korpus sphenoidali mana bu sariq rangda berilgan. Bu yerda. Keyin ala minor, ala mayor va processus trapezius. Ularning orasida 5-raqamda turgan narsa fissura. Bu ko'rishingiz mumkin mana shu ismda. Ya'ni ko'z ko'chasining ichidan qaraganda, ko'z ko'chasi tomonidan qaragandagi tuzilishi. Bu yerdan faqat ikkita qanotini ko'rishingiz mumkin. Kalla suyaklarining ichki tomonidan esa bu qismlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy qismlarga o'tadigan bo'lsak, korpus bor, ala minor, ikkita ala mayor hamda ikkita o'simtasidan iborat. Endi korpusga o'tamiz. Korpusning o'zi, demak, kub shaklida tushuntirishim mumkin. Korpus kubga o'xshaydi. Ya'ni uning 6 ta yuzasi bor. Mana bu yerda tushunishingiz uchun kub rasmini olib kelib qo'ydik. Bu yuzasi, mana bu yuzasi, ikkita lateral yuzasi, old va orqa yuzalari edi. Yuqorgi va pastki yuzalar. Bunda ham xuddi o'shandaqa yuzalar mavjud. So'zdan o'sha superior, anterior, inferior, posterior va ikkita lateralis. Endi yuzalarni ko'rib chiqsak. Mana superiorning tuzilmalari. Nimalar bor deydigan bo'lsak, o'sha turk egarchasi selladosiga markazida gipofiz joylashishi uchun fossa gipofizialisni hosil qiladi. Oldindan tuberkulum selli, yonidan esa processus granulus medius chegaralab turadi. Orqadan esa granulus posterior chegaralaydi. Uni hozir mana bu sohadan ko'ramiz. Avval matnni tahlil qilaylik. Demak, sulcus prechiasmaticus bor ekan, kesishma oldi egati. Oldindan chiasma opticus, ya'ni ko'ruv nerv kesishmalari, lateralda esa canalis opticusga davom etadi. Undan oldinda esa yugum sphenoidal, ya'ni suppacha joylashgan. Va u etmoidal, ya'ni g'alvirsimon suyak bilan birgalikda sutura sphenoidalisni hosil qiladi. Shu yerda demak g'alvir-budur joy bo'ladi. Mana bu yer. Qolgani o'sha sulcus caroticus, ya'ni egarchani ikki yonidan chegaralaydi. U ham ikki yonida bo'ladi. Ichida nimalar o'tadigan bo'lsak, uyqu arteriyasi, ichki uyqu arteriyasi va nerv chegaralari o'tadi. Orqasidan lingula sphenoidalis joylashgan. Demak, yaqinlashtirib tushuntirib beraman. Mana bu fossa gipofizialis oldindan demak tuberkulum selli chegaralab turibdi. Mana shu. Bundan oldinda esa sulcus prechiasmaticus bor ekan. Sulcus prechiasmaticus ikki yonda ikkita kanalni hosil qilib ko'z ko'chasiga ochiladi. Canalis opticus
ichidan nimalar o'tishini dars davomida ko'rsatib o'taman. Sulkusdan oldinda peshona tomonga qarab ketyapmiz. Supacha bor, yugimiz qo'yiladi. Hamda undan oldinda esa mana bu joyda sutura hosil bo'ladi, etmaydal suyagi bilan. Orqa tomondan ko'radigan bo'lsak, orqa tomonda dorsum selli. Dorsum sellining ikki yoni nimaga qarab davom etadi deydigan bo'lsak, bu ikki yonda ikkita o'simtasi bor. Mana shu yerda. Bu processus cranius posterior. Ala minordan chiqargani esa anterior. Mana. Hamda buni mediusi ham bor. Mediusi bu rasmda berilmagan. Endi keyingi yuzaga o'tamiz. Facies inferior. Bazis kranining tashqi tarkibiy qismiga kiradi va foramin rostrum sphenoidalidir. Rostrum sphenoidali mavjud bo'ladi. Uning orqa yuzasi esa notekis tog'ay qavati bilan insaning bazillar qavatlari o'rtasida birikib yuza hosil qiladi. Ya'ni insada bazis qismida o'sha yuza bor edi, g'adir-budir. O'sha yuza bilan mana bu sohadagi yuza birikib sinxondrozni hosil qiladi. Bu suyaklanishni boshlaydi. 18-20 yoshdan boshlab suyaklanishda davom etadi. Facies lateralisda esa ko'rishingiz mumkin, ala mayor va ala minorlar joylashgan. Mana bu mayor, bunisi minor. Endi keyingi sohaga o'tamiz, chunki bu yuzalar juda ham oson. Facies anterior. Anterior sohada nimalar bor? Oldingi va orqa yuzaning bir qismi bo'lib, burun bo'shlig'iga qarab turadi. Burun bo'shlig'iga qarab turadi. Pastga qarab davom etib, rostrum sphenoidalisda. U rostrum pastki yuzidan ham ko'rinib turgan edi. Mana bu yerda rostrum sphenoidali mavjud deganmiz. Damo suyagi bilan birgalikda trisdaning ikki yonida apertura sinus sphenoidalis bor. Sinus sphenoidalis bor. Apertura degani darvoza yoki teshik deb aytsak bo'ladi. Aperturadan ichki sohada somon suyagini sinusi, sinus sphenoidalis mavjud. Hamda bronxa sphenoidalisni ko'rishimiz mumkin. Sinus sphenoidalisni keyin ko'rib o'tamiz. Bu yerdan o'rganishimiz kerak bo'lganlari shular. Qolgan qismlarga keyin to'xtalib o'tamiz. Korpusning qismlarini ko'rib o'tdik. Yuqori yuzasini ko'rdik. Pastki, orqa, lateral yuzalar ikkita. Demak, 2, 3, 4, 5, 6. Korpusimiz tugadi. Endi ala minorga o'tamiz. Ala minor. Uchta yuzasi bor. Facies superior, facies inferior, posterior. Demak, superior degani bosh yuzasiga qaragan hisoblanadi. Bosh yuzasiga qaragan yuza. Mana bu hozir ko'rib turganingiz, mana bu sariq rangdagi. Bosh yuzasiga qarab turibdi. Demak, facies inferior esa ko'z yuzasiga qaragan holatda bo'ladi. Uni qayerdan ko'rishingiz mumkin? Mana bu yerda. Mana bu ko'z yuzasiga qarab turgan yuzasi hisoblanadi. O'rtasidan hosil bo'ladi. Ikkinchi raqamda
minor. Ko'radigan bo'lsak, orqa yuzasi esa silliq va botiq bo'ladi. Orqada yuza bor. Oldinda esa margo bor. Orqa yuzasini boshlaymiz. Orqa yuzasi silliq va botiq bo'lgan, u davom etadi processus craniosus anteriorga. Bu yerga nima birikadi deydigan bo'lsak, unga miya qattiq pardasining bir qismi diafragma selli kelib birikib turadi. Diafragma selli. Boya aytib o'tgan strukturamiz etmedali bilan etmedal suyagining o'rtasi. Demak, alla minor tugadi. Yuzalarini ko'rdik, qismlarini ko'rdik. Margosi bor ekan. Margosi peshona suyagi bilan birikib turar ekan. Demak, qismimiz g'alvasamon suyagi bilan birikib struktura hosil qilyapti. Kichik qanotimiz peshona suyagi bilan. Qizil chizilgan korpusga tegishli. Qanotga tegishli. Mayorni ko'rsak, bunda nimalar bor? Margo frontalis, margo subclavian va margo parietalis iborat. Margo parietalisni birinchi ko'rib ko'rsak, chunki bu oson. Suyagi bilan birikib turgan. Bu rasmda keltirib o'tilgan margomiz margo parietalis. Squamosa. Margo frontalis. Rasmda esa o'sha margo zigamaticus keltirib o'tilmagan. Demak, margo frontalis yo'g'on va tishlashgan bo'lib peshona va yaqin hisoblangani uchun tepani bo'shab o'tyapti. Birgalikda o'sha sutura margo parietalis esa sutura ikkinchi qismga o'tamiz. Margo zigamaticus. Tishsimon birlashgan yanoq suyagi. Bu yuz suyaklariga kiradi. Buni keyingi mavzularda o'tamiz yuz suyaklarni. Yanoq suyagi va peshona o'simtasining bir qismi bilan sutura zigamatikani hosil qiladi. Margo squamosa. Margo squamosa demak tangasimon sutura squamosani hosil qiladi. Sutura squamosani hosil qiladi. Sutura qisqacha qadam davom etadi. Bu sutura chakka suyagini o'sha toshsimon o'rtasida hosil bo'ladi. Nasrungacha davom etadi. Esa yuzlariga o'tsak, fasciculus cerebralis miya yuzasi yashil rangda katta berilgan. Shu birinchi libos qo'yamiz. Chakka yuzasi
pastki chakka yuzasi bor. Siz infratemporalis deb ataladi. Qizil rangda yo'qolgan. Yuqoriga jag' yuzasi bor. Silliq. Yuqoriga jag' yuzasi bu rasmda keltirib o'tilmagan. Qanotlarning yuzalarini nomladik. Boyagi qoida umumiydan o'tamiz, ya'ni yuzalarni umumiy nomlab har bitta yuzaga ta'rif berib o'tsak. Fasis ekstern, tashqi yuzasi. Ikkiga bo'linadi, bittasak bo'ladi. Demak, fasis orbitalis va fasis inferior. Orbitalis qanday? Silliq, romsimon, ko'z ko'zasi bo'shlig'iga qaragan. Mana bu yerdagi soha. Mana shu foramen fasis orbitalis deb ataladi. Fasis orbitalis orasida fissura orbitalis inferior hosil bo'ladi. O'sha jag' suyagiga yaqinlashadi, mana shu soha. Inferior. Fasis inferiorga o'tsak, fasis inferiorda o'sha jag' suyagi bilan ko'z ko'zasi o'rtasida hosil bo'lgan yuzayga bu yerda jag' suyagiga yaqinlashib keladi, lekin birga ketmaydi. Mana shu holatda turadi. Shu holatda desak ham bo'ladi. Yaqinlashyapti. Mana alam mayor bilan alam minor yaqinlashyapti, lekin tegib ketmayapti. Shu o'rtasida yorug' fissura hosil bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday holat yuz beradi. Ya'ni fissura orbital inferior bo'ladi. Bu yerda nimalar o'tishini qo'shimcha ravishda ko'rishingiz mumkin. Endi fasis maksillarisga o'tsak. Fasis maksillaris uchburchak maydon bo'lib, o'sha ko'z yuqoridan ko'z ko'rsasi, pastdan va yondan esa qanotsimon o'ziq asosi bilan chegaralanadi. Mana bu ko'rib. Yuqoridan ko'z ko'rsasi yuzasi. Ko'z ko'rsasi bor bu tomonda. Pastdan esa qanotsimon o'simtaning asosi bilan chegaralanib turibdi. Bu yerda fossa palatina orqa devor tarkibiga kiradi va bu yuzada foramen rotundum tashqariga chiqadi. Foramen rotundum bor. Ichidan nervus maxillaris o'tadi. Maxillaris-ku bu. Shuning uchun. Keyingi soha fasis temporalis. Fossa temporalisning devorni hosil qilishda qatnashadi. Umumiy kalla suyaklarni o'tayotgan paytda ko'ramiz. Fossa temporalis degan chuqurcha bor. O'sha yerdagi devorda hosil qilishda bu ham qatnashar ekan. Pastdan kirishda infratemporalis chegaralaydi. Mana bu kirishda infratemporalis chegaralab o'tadi. Ikkiga bo'ladi shuni. Shuning uchun fasis infratemporalis bor, fasis temporalis bor. Yon qanotli chaynov mushagining yuqori boshchasi mana shu kristaga kelib birikadi. Bu yuzalardan foramen ovale va foramen spinosumlar tashqi muhitga chiqarib o'tkazadi. Fasis cerebralisning umumiy tushunchalarini o'tsak, kanalchalar hozirgacha bo'lganlarni. Canalis opticus bor. Canalis fissura orbital superior bor. Foramen rotundum bor. Canalis pterygoideus bor. Hamda rasmda ko'rsatib o'tilmayapti. O'sha foramen spinosum, foramen ovalis hamda foramen petrosum, foramen
venozum degan tushunchalar ham bor-da. Bitta-bitta ko'ramiz. Foramen rotundum nimalar o'tadi? Yuqoriga jag' nervi ekan. Nervini ikkinchi shoxi nervus maxillaris o'tadi. Ikkinchi kurslar bo'ladigan bo'lsa, takrorlash sifatida aytib o'tamiz. Bosh miya nervlarining 5-juftidan o'shaning ikkinchi shoxi nervus maxillaris ana shu teshikdan o'tadi va jag' suyaklariga boradi. Keyingisi foramen ovale. Bu ham o'sha 5-juftning 3-shoxi nervus mandibularis o'tadi. Foramen ovale orqali o'sha venoz plesalarni ham o'tkazishi mumkin. Uchinchisiga o'tsak, foramen spinosum. Bu yerda o'sha o'tkir teshik hisoblanadi spinosum. O'rta miya pardasi arteriya va venalarini o'z ichidan o'tkazadi. Bu juda xavfli holatlar yuz berishi mumkin bu bilan munosabatda. Keyingisi doimiy bo'lmagan, ba'zida bor, ba'zida yo'q bo'ladigan teshiklar. Ya'ni foramen petrozum kichik toshli teshik ichidan o'tadi o'sha nervus petrozum minor. O'zgaruvchan ochilishda yozilgan, ikkalasida ham ba'zida bor, ba'zida yo'q bo'ladi. Bularni ko'rib o'tdingiz-a? Yanayam aniqroq qilib tushuntirib o'tkazilgan o'sha nervlarni qo'shgan holatda. Canalis opticus edi, nervus opticus o'tyapti. Mana bu yerda prexizmaticus bor-da, sulcus prexizmaticus. O'sha yerda xiyazma opticus joylashyapti. Xo'p. Bu fossa hypophysealis dorsum selli. To'g'ri? Dorsum sellining ikki yonidagi o'simta processus clavidus posterior. Mana bu soham o'sha foramen magnum. Buni bilamiz, insa suyagidan ma'lum bizga. Bu foramen ovalisdan o'tyapti. Mandibular nervning 3-chisi. Bu 3-chisi mana. Bu 2-chisi. Bu 1-chisi. O'zi 5-juft nerv, ya'ni trigeminal 3 shoxli nerv. Buni ko'pchilik eshitgan, 3 shoxli nerv shamollab turgan kasalliklar bilan. Foramen ovalis, mana bu foramen rotundum ichidan o'tyapti maxillar nerv. Bu yerda fissura bor. Fissura orbitalis superior. Ikkita qanotning o'rtasidagi joylar. Ichida nimalar o'tadi desak, shoxlar barchasi shu fissuradan o'tadi. Tushunarli bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz. Spina sphenoidalis bor ekan. Bu foramen spinosum yaqinida joylashgan pastga qaragan o'simta, o'tkir nayzacha. Quyidagi bo'linmalar va mushaklarning birikish joyi hisoblanadi mana shu yer. Xususan, sphenomandibular bo'ylam, pterospinal bo'ylam, bolg'achaning oldingi bo'ylami. Yumshoq tanglayni taranglashtirib turuvchi mushak, tensor veli palatini ham shu yerdan boshlanadi. Demak, keyingisiga o'tamiz. Eshitib nay egadi, sulcus tubi addictivi. Qayerda?
Shu nayni, ya'ni tuba detektivini o'z ichiga oladi. Bu nay o'rta quloq g'ishtlar, ya'ni timpan g'ishtlariga burun yo'li, o'sha kanalchasi, so'qich kanalcha bo'ladi o'sha yerda. Aksirganda burun yopilsa, bosimda ikki narsa his qilinadi. Qolishdek holat yuz beradi. Bu o'sha aynan kanalcha qilingan go'sht. Endi ularni yarasini bilgan edi. Biz o'qish qanotimiz. Fossaga yeb yuzarsin, ikki sonrasini darga o'tamiz. Qanot so'ngida tanaga birikkan joyidan chiqadi. Tanadan chiqmaydi yoki atalardan chiqmaydi. Ikkalasini birikkan joydan chiqadi. Muskularis lateralis boshlanuvchi lateralis hamda medialis mavjud. Bizda plastinkasi bilan ta'minlanadigan plastinka degani. Plastinkalar olingan qismi qo'shilgan, orqa qismi esa fosforipitriga chegaralab turadi. Ichida medialis boshlanadi. Pastki qismida pastda ajralib, ularning orasiga medialis joylashadi. O'sha ichishadi. Bundan tashqari yana nimalar bor? Hammasini mayli, rasmda. Uning qamus degan ilgakcha nima bo'ladi? Sulcus. Bu yerdan shunday o'tadi bu yerdan. Geologik qismiga o'tgan bo'lsak, sulcus tensor beli palatini pay o'tadi. O'sha detektivi joylashar ekan. Kanal Stragalius'dan nimalar o'tadi? Nervlar o'tadi. Mana kanal Stragalius. Qon tomir va nervlar o'tadi. Qanotsimon uzoq yuqoriga jag' bilan birgalikda sutura spina maxillarisni hosil qiladi. Endi bu yerda yana nimalar bor deydigan bo'lsak, sulcus vaginalis, sulcus palatina vaginalis qismlari bor. Processus vaginalis bor. Shu ikki yonida bu ikkita sulcus joylashgan bo'ladi. Qonasimon suyak ikkita huvonani hosil qilar ekan. Bor degandik-ku, sinuslar mana shu sohalar. Tanglik suyak. Bu jag' suyak, yuqorgi jag'. Ustida sariq rangdagi qonasimon suyak. O'rtada dimoq suyagi joylashgan. Shuni yaqinlashtiramiz bu tomonda. Dimoq suyagi bor. Tanglik suyagi bor. O'sha yerda nimalar bo'ladi deydigan bo'lsak, palatina vaginal kanal. Nima bu? O'sha mana bu birinchi boya ko'rdik. Sulcus edi. Palatina vaginalis edi. Keyin bu kanalisga aylandi. Chunki ustidan palatina
chopib turibdi, kanalga aylandi. Vaginal qilsimon o'simtacha bor, processus vaginalis. U o'sha dimog' suyagi bilan birikish natijasida joyida bu yerda ham kanalcha bo'ladi. Mana bu sulkus bilan o'rtadan chiqib turgan narsa esa rostrum. Aytib o'tgan edik. Lamina lateralis, lamina medialis old sohada demak ular qo'shilyapti, keyin insizuraga bo'linyapti. Fossa tragediya ularning piramida prosessusidagi prosessus piramida insizuraga bu prosessus piramidalis nimaga tegishli degan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Nima? Palatinusga tegishli. Bu yerda ham yanada yaqinroq qilib tushuntirilgan rasm. Medialis. Mushak bor ekan. Qaysi mushak? Medius joylashgan. Mana hammasi bor dedik. Hammasi bor dedik. Bu mushakning payi o'tadi shu yerdan dedik. Mana pay o'tyaptimi? O'tyapti. O'simtasi. Ularning o'rtasida o'sha nazal kavit, ya'ni burun bo'shlig'i joylashgan. O'rtasida burun devorini hosil qilyapti. Qolganlarini keyinchalik ko'rib o'tamiz, chunki biz hozirgi mavzuga tegishli emas bular. Mushaklar qo'shimcha birinchi kurslarga shart emas, ikkinchi kurslarni takrorlab olish uchun ko'radigan bo'lsak, fissura bor dedik ekan, bu ko'z kosasi, bu ko'z kosasi. Bor ekan. Fissura superior, fissura inferior. Hamda canalis opticus. Fissura superior nimalar o'tadi? Shu sohada ko'ramiz. Bu optik nerv hamda oftalmik arteriyalar o'tar edi canalis opticus orqali. Bundan tashqari mushaklar bor ekan, ya'ni ko'zning yuqorigi to'g'ri mushagi. Bu qoshni ko'taradigan mushak. Bu yuqoriga ko'zni aylantiruvchi mushak. Medial to'g'ri mushak. Pastki to'g'ri mushak. Mana bu pastki to'g'ri mushak. Medial to'g'ri mushak, yuqoriga to'g'ri mushak.
lateral to'g'ri mushak. Ko'zni aylantiradi, bu esa qoshga qaraydi, kipriklarga qaraydi. U yerdan o'tadigan nervlarni bittalab nomi bilan va jufti bilan berib o'tilgan. Adduktor nerv yaqinlashtiruvchi, uzoqlashtiruvchi. Bu mana shu mushakni, ya'ni lateral rectusni innervatsiya qilganligi uchun ham uzoqlashtiruvchi bo'ladi. Qiynalmasa, akkulomotor nerv dedik. Akkulomotor nerv nimalarni o'zida innervatsiya qiladi desak, akkulomotor nerv bu mushakni qiladi. Mana bu mushakni, bu va bu mushaklarni o'zida innervatsiya qiladi. Chiqib mana shu mushakni abducens nerv innervatsiya qilar edi. Bu ikkinchi kursning oxiridagi mavzular. Hamda hozirgacha ko'rib kelyapmiz. Bitta takrorlab olish uchun tashladim bu rasmni. Sinus sagittalis superior boshlandi mana bu sohadan. Insa sohasidan keldi. Tepada ham bor edi, ko'rdik, fovellar bor edi shu qismchada. Kelardi, keyin peshona suyagida tugatardik. Hamda insa suyagida pastga o'tadigan sohasi va ikkita transversal, ya'ni sinuslari ham bor edi. Mana sinus sagittalis superior. Shu bilan unga uncha yetib bilmaysiz, shunchaki takrorlab olish uchun qo'ydim. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Uzr. O'sha biz bilan o'sha kamchiliklar, ya'ni rasmlarda, matnda yoki umumiy tushuntirib berishda kamchiliklar va xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, mana shu rasmni bosish orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bu yerga to'g'ridan to'g'ri link o'rnatilgan. Telegram kanali chiqadi. Yoqqan bo'lsa, xursandmiz.